Toshkentda eng yaxshi lorlardan biri Shohjahon akani oldilariga keldim bugun. O'zi ancha yillardan beri ularni taniyman, o'zlarining tavsiyalari bilan menga doim yordam berib kelganlar. Bugun ham tomog'imda ozgina muammo bo'lgani sababli menga o'zlarini eng yaxshi tavsiyalarini berib o'tdilar. Sergelidan shu Nurafshondagi Lormed servisga keldim. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Albatta kelinglar, sababi boshqa lorlarga borganimdan shoshilib, chunki klientlari ko'p-da, shoshilib bitta tez hammani chiqazib yuboradi deyishadi, lekin Shohjahon aka o'tirib, hamma narsani so'rab, nima yeb ichyapsiz, nima qilyapsiz deb hamma narsani bafurja bilib olib, menga hamma tavsiyalarni berdilar. Katta rahmat aytaman va sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Eng asosiysi Shohjahon aka Germaniyada ishlab kelganlar, o'zlarining qabullariga yozilganimda o'sha onlayn menga doim tavsiya berib turardilar. Germaniyada o'zlarining malakalarini oshirib kelganlar, shu sababli eng zo'r lor tanlashda adashmaydi.